Kim skidkalarni qidirib yuradi magazinda? Kim och qolsa darrov asabiy bo'ladi? Kim ko'p dieta qiladi? Kim oynani oldida uzoq o'tiradi? Kim yarim kechasi xolodilnik tutadi? Kim ekonomist? Kim janjaldan keyin o'zini hech narsa bo'lmagandek tutadi? Samandar aka? Kim romantik? Kim pulni yaxshi yig'adi? Kim shoshqaloq? Kim ko'proq o'z ustida ishlaydi?